Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishida mamlakat taraqqiyoti va fuqarolar manfaatlariga daxldor bir qator muhim qonun loyihalari atroflicha muhokama qilindi. Yig'ilish avvalida ko'p kvartirali uylar va boshqa ko'chmas mulk obyektlarini ulush kiritish asosida qurish to'g'risidagi qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Urbanizatsiya jarayonlarini samarali boshqarish, uy-joy qurilishi sohasini izchil rivojlantirish hamda zamonaviy shaharsozlik tamoyillarini joriy etish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Aholini arzon va sifatli uy-joyga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash maqsadida qurilish sohasida tadbirkorlik subyektlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratildi. Natijada so'nggi 9 yil davomida qariyb 10 mingta yangi qurilish korxonasi faoliyat boshladi. Shu davrda 647 ming xonadonga mo'ljallangan 15 mingdan ortiq ko'p qavatli uy-joy foydalanishga topshirildi. Qurilish hajmining jadal o'sishi ulush kiritish asosida qurilish tizimini zamon talablari asosida takomillashtirishni taqozo etmoqda. Shu bois mazkur sohadagi munosabatlarni qonun bilan aniq tartibga solish vakolatli davlat organlari, qurilish tashkilotlari va ulushdorlarning huquq hamda majburiyatlarini belgilash dolzarb vazifaga aylangan. Qonun loyihasida qurilishga jismoniy va yuridik shaxslarning mablag'larini jalb etishning shaffof mexanizmlari belgilanmoqda. Xususan, quruvchi obyektlarni maxsus elektron platformada ro'yxatdan o'tkazgandan keyingina ulushdorlarning mablag'larini jalb qilish mumkin bo'ladi. Qurilish obyektiga oid barcha muhim ma'lumot va hujjatlar ochiq elektron platformaga joylashtiriladi. Xonadon xarid qilish, shartnomalarni rasmiylashtirish va boshqa jarayonlar ham aynan shu platforma orqali onlayn amalga oshiriladi. Bundan tashqari loyihada ulush kiritish asosida qurilish sohasida davlat va jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga qaratilgan yangi mexanizmlar ham nazarda tutilgan. Fraksiya a'zosi Gulchehra Tojiboyeva ta'kidlaganidek, mazkur qonun loyihasi ulushli qurilishni amaldagi tizimini tubdan takomillashtirish, ulushdorlarning huquq va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish, sohani davlat tomonidan tartibga solish, samaradorligini oshirish hamda moliyalashtirish mexanizmlarini aniq belgilashga xizmat qiladi. Eng muhimi, bu yo'nalishda ochiqlik va jamoatchilik nazorati yanada kuchayadi. Qizg'in va konstruktiv muhokamalardan so'ng qonun loyihasi fraksiya a'zolari tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Yig'ilishda shuningdek fuqarolar va yuridik shaxslarning huquqlarini konstitutsiyaviy sud orqali himoya qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi ham muhokama qilindi. Qayd etilganidek, ushbu qonun fuqarolar hamda yuridik shaxslarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini tiklash imkoniyatlarini kengaytiradi. Murojaat qilish tartib-tamoyillarini soddalashtiradi va odil sudlardan foydalanish imkoniyatlarini yanada mustahkamlaydi. Muhokamalar yakunida mazkur qonun loyihasi ham O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi a'zolari tomonidan bir ovozdan qo'llab-quvvatlandi.